Assalamu alaikum, hürmetli qarindoshlar, salomat bo'linglarmi? G'armag'aysizlar. Kundagidek bas munozara, vatandan kelgan shum xabarlarni anglab berib, ardoq, taldoq, charchadoq. Bugun yana birga o'tirib, bir xil qizg'in kayfiyatda, erkin kayfiyatda o'tirib birga o'rganish. Yani birinchi qatimliq kim millioner bo'lalaydi programmasi Jasorat munbirida ko'rsatilgandan keyin xalqimiz orasida qizg'in inkoslar bo'ldi. Ba'zilar bevosita menga xat yozib aloqalar bo'ldi. Ya'ni bu programmaga qanday qatnashimiz, hammalar qatnasha olamdiq deganlar bo'ldi. Bunga berilgan javobim, bu programmaga qatnashish uchun siz olim, professor, ziyoli bo'lishingiz shart emas. Hammadan qatnasha oladi. Ya'ni chunki bu programmada so'ralgan savollar butkul shu jamiyatimizning har qaysi sohalariga chetiladigan bo'lg'ach, har qanday odam erkin qatnasha oladi. Ya'ni buningda cho'qim bir danliq ziyoli bo'lishingiz shart emas. Normal fuqarolar hammamiz qatnasha olamiz bu programmaga. Chunki bu programma dunyodagi 120 necha davlatda nihoyatda qizg'in qarshi olingan bir programma. Ular odatda shu programmada qozongan pulni naqdlab beradi. Ammo bizning sharoitimiz bo'lmag'ach, shunga bu vatanimiz ozod bo'lganda qurilmoqchi bo'lgan Sharq Turkiston davlatlik neft shirkatining bosh direktori Ko'kböre efendim bu sommalarni shu vatanimiz ozod bo'lganda naqdlashtirishga va'da qildi. Shuning uchun qarindoshlarning bu programmaga aktiv qatnashishini umid qilamiz. Agar qiziqadiganlar bo'lsa, qatnashaman deydiganlar bo'lsa, men bilan bevosita aloqa qilsanglar bo'ladi. Ham vatanimizning tezroq ozod bo'lishini hammamiz umid qilamiz, Allohdan tilaymiz. Chunki vatanimiz qancha tez ozod bo'lsa, bu programmada qozonganlar pulini shuncha tez olalaydi. Bugun bu millionni yanchog'imda selib yurib, eg'ir keldi menga. Bir qayrindishimizga berish uchun bir qaqvashni taklif qildim ekranga. Maqsadim mana bu millionni bir olib kelsa, yanchoq biza bo'lsa demoqchiman. Bu qaqvashni bir qarab tanidinglar qarindoshlar. Bu Germaniyada yashaydigan biz tirik tarix deb ataydigan qayrindishimiz Abdurahimjon. O'tganda Talibjon bir tavakkul qilib, shu millionni cho'qim olaman deb tayyor ishki yordamchi qurolni, ya'ni Joker deb ataydigan qisqacha qo'llanmay sal ketkizib qo'ydi. Bugun bu qaqvash og'inimiz unda qolmaydi deyman. Oxirgacha berib, inshaalloh millionni olib ketkichi. Oyadamda Ko'kböre efendim titrab o'tirdi, ammo uning amali yo'q. O'z va'da qilgan ekan. Bu va'da qilgan so'mini agar bugun Abdurahimjon olsa 1 millionni uni daftarga yozamiz, uni berish kerak. Assalomu alaykum Abdurahimjon, ekranimizga xush keldingiz, programmamizga xush keldingiz. Va alaykum assalom, rahmat. Mana shu programmaga taklif qilganingiz uchun bizam faxrlanib qo'yapman. Men xeyli bir ekspertlarga adam o'xshayman deb ishoncha. Rahmat. Bugun bu programma qilishga maqsad ko'pchilikka necha deb o'tdik. Bu da'vo ishida endi biz mayli namoyish bo'lsin, mayli boshqa shakllarda da'vo qilgandan sirt vatan uchun bilim egallash, vatan uchun yaramliq odam bo'lishning o'zimi da'vo qilishga o'xshash ish. Shunga biz hozirgacha Uyg'urlarning orasida asosan davom qilib kelayotgan suhbat programmasiga yondosh holatda bu zihin sinash, tepishmoq shaklidagi kim millioner bo'lalaydi degan programmani yo'l qo'ydik. Bugun siz programmamizning ikkinchi mehmoni, inshaalloh boya deganimdek millionni olib ketishingizni umid qilaman. Savollarga hozir bo'lsiz, tayyormisiz? Savolni boshlayman unda bo'lsa. Bo'ladi, tayyor. Bu savolni bunda eg'izchalam olmaymanmi yoki yozmachimi bunda ekranga chiqamdi? Eg'izcha ba'zilarini
anglashga to'g'ri keldi. Chunki ba'zi videolarni qo'yamiz, muzikalarni qo'yamiz, ba'zi video va muzika anglashga to'g'ri keldi. O chaqda telefoningizga bog'lab qo'yib programmani quloq tingshig'ish bilan anglasangiz bo'ldi-da. Chunki undaq qilmasak, u nima? Bize shavqin chiqib ketib qolgan maydonda. Shunga uning oldini olish uchun nima qilganingiz yaxshi, ya'ni quloq tingshig'ich qilib olsangiz quloqqa. Unda bo'lsa oldi bilan bu programmaniki, ya'ni bu tepishmoq programmasininki qoidalarini sizga bir tushuntirib o'tay. Bu programmada qazanıladigan pul 100 so'mdan davlatimizning pul birligiga so'm bo'ladi ekan. Anglashlar qaraganda so'mniki belgisini ko'rinib turibdi ekranda. 100 so'mdan boshlaymiz. 100 so'm ekran bana ko'rinmedi, ekran bana kamida sizdan bitta Onu ko'rsangiz bo'ldi. Men tushunib o'taman. 100 so'mdan boshlanadi. 100 so'mdan keyin 200 so'm, 500 so'm, 1000 so'm müştaq iş berib, ahire 500 ming so'm, 750 ming so'm ve en yuqori summa 1 milyon so'mga boradi. Toplam 15 savol. Agar 15 savolning hammasiga to'liq javob bera olsangiz millionlab ketasiz. Va bu programmada ham qoida bo'yicha dunyoning hamma yerida qoida shu, bir necha yordam quroli bo'ladi. Uni Joker deb ataydi ekan. Bu yordam qurollariniki bizda 4 bor. Buni tafsilga tanishtirib o'tsam, ikki qalqon bor. Bu qalqonning roli nima deganda, agar bir savolni so'rasam siz javob bera olmay qoldingiz deydi, ya'ni javobini bilmaysiz. O chaqda agar qalqonni qo'llansangiz, yordam quroli qalqonni qo'llansangiz, qalqonni qo'lda nima deysiz, anadan keyin bir javobni tanlaysiz. O chaqda bu javob xato bo'lgan taqdirdami, keyingi savolga o'tib ketasiz, ya'ni qalqonning roli shu. Bunda qalqondan ikkisi bor. Yana birisi 50 ta 50 deymiz. Yani normalde bir savol so'ralgandan keyin 4 javob bo'ladi. A, B, C, D deb. Agar 50 ta 50 ni tanlasangiz, o 4 javobning ikkisini qisqartib o'tamiz. Ya'ni ekranda 2 javob qoladi. Ikkisidan birini tanlasangiz, ya'ni bu javob 50% osonlashadi degan gap. Xo'sh. Oxirgi Joker, ya'ni yordam quroli telefon. Masalan, deylik, tarixdan bir savol so'rdik. Siz tarixni yaxshi ama tazinim qilolmadingiz, esingizga ololmadingiz, yordam beramadingiz, javob beramadingiz. Shuning uchun siz biladigan bir qarindishingizga, do'stingizga, xohlagan birisiga telefon qilib, "Ey, mushu biladi cho'qib" deydigan birisiga telefon qilib, undan so'rasangiz bo'ldi. So'ragandan keyin u bir javob berdi. 1 minut ichida, ya'ni uning vaqtini sanaymiz, 1 minut ichida javob berib qo'yish kerak. Anadan keyin uning javobini qabul qilamsiz, qilmamsiz yoki o'zingizning xohishi bo'yicha javob beramsiz. Buni o'zingiz tanlasangiz bo'ldi. Demakki, bu yordamchi qurollarning roli bu. Qisqacha tushuntirib o'tdim. Undaq bo'lsa, birinchi savolimizga o'tsak. Bo'ldi. Mana 50 ta 50 ni qancha qatam shakl bo'ldi? 50 ta 51 bir qatam. Mana qalqon 2 qatam, 50 ta 50 bir qatam. Aha. Qanday ekansiz, telefon qancha qatam? Telefon 11 bir qatam. qatam. Jami 4 qatam. Jami 4 qatam. Qalqon 2, telefon 1, 50 ta 51. Yomon ozga. Yani bu ne hozir birdan pul olmagandan keyin, nasib pul olgandan keyin endi bir ishkina bize mertlik qilgan bo'lsam, ama bu o'yinniki mo bize tayyor bo'lish kerak tabiiyki, endi menchi bo'lsa bu yerdan quroldan 15 ni berib, biraqli berayotgan bor. Chunki ko'p berapman maysi urgandan keyin mening qo'qishim yo'q. Bizning qarindoshlarimiz qanchacha qilsa shuncha qo'sh bo'laman. Ma yana bir savol. Pulni azroq topgandan keyin shu pulni olib men chiqib ketay deydigan imkoniyat bormi yoki oxirgi vaqtda ya o'lim yoki umi mumkin. Ya'ni masalan bir savolga kelib, qattiq qiynalib qoldingiz, javob beramadekman bunga. Mush ustqon so'mmam bilan to'xtab qolaman desangiz, u ixtiyoringiz. Uning ham bo'ladi. Ya'ni masalan 100 mingga kelib to'xtab qolib, o 125 minglik savolga javob beramay qoldingiz, mush pulimni qaytib turay desangiz, tamamen bo'ladi. Erkinlik Agar eng oxirgi
Qo'llanadigan yordamchilarimiz tugab, hammasi tugab bo'lganda, Aha. andan keyin bir savol xato javob berilib qoldi. Ha. Javob berilib qolgandan keyin endi bu tugidi degan gap ochadimda, oxirlashdi To'g'ri, degan gap. Andan keyin utib bo'lgan pulning hammasi kuyib ketadi, yo'qib qoladi bizcha. Bu yerda savolni yaxshi sordingiz. Bu yerda bir narsa bor. Mana summalar tutadigan summalarning ichida 3 summa ko'pchilik diqqat qilsa ekranga 3 summa qizil ranglik bo'yab qo'yilgan. Ya'ni 1000 so'm, 16 ming so'm va 250 ming so'm. Masalan deydik, 1000 so'mlik savoldan keyin siz 2000 so'mlik kelib javob berolmay qoldingiz deyli. Ammo bu 1000 so'mga ta'sir qilmaydi. Ya'ni bu 1000 so'm garanti sizga tava bo'ladi. Onundan boshqa 16 ming so'mga o'xshash. Masalan, 16 ming so'mdan yuqori o'rlab 32 ming so'mlikqa yoki 64 ming so'mlikqa kelganda javob berolmay qoldingiz desak, masalan 64 ming so'mlikqa xato javob berdingiz. Bu chog'da tutadigan so'mingiz yana 16 ming so'mda to'xtaydi. Ya'ni eng tuvan chek shu. Demak ki, o'sha o'tkalda o'tib ketgandikilar u o'tkaldan tushib ketmaydi so'mma degan gap. Yana bir o'tkal 250 ming so'm. Masalan 250 ming so'mga javob berib bo'lgandan keyin 500 ming so'mlik savolga javob berolmay qoldingiz deydi. O chog'da 250 ming so'm yana garanti bo'ladi. Tutgan so'mingiz shu bo'ldi. Ya'ni 100 so'mga yana 0 so'mga tushib ketmaydi degandek gap. Aniq bo'ldimi? Bo'ldi, aniq bo'ldi. Ha. Anda bo'lsa, nimani boshlab o'tdik? Birinchi savolga o'tsak. Birinchi savol mundaq ekan. Qing sulolasi qachon vatanimizni Xitoyning rasmiy bir o'lkasi e'lon qilgan deydi. Ya'ni bizning vatanning ismini biz qabul qilmaydigan haqoratlik ism bilan atab rasmiy bir o'lka e'lon qilgan vaqt qachon deydi. Buningda 4 javob bor ekan. Birinchisi A 1759-yili. B 1884-yili. C 1844-yili. Va yoki D 1786-yili. A 1900 deymiz, 1759-yili bu vatanimizni Manchularning tunji qatim ishg'ol qilgan vaqti bu. Bu A emas, buna javobi. Ondan keyin B qanaqdi? B 1884-yili. B 1884-yili. 1882-81-yillari to'liq ishg'ol qildi vatanimizni. Ondan keyin 1884-yili rasmiy yangi qo'shilgan o'lka deb shu Xinjiang degan nomning o'zi shu vaqtda to'liq qabul qilindi, shu vaqtda qabul qilib bizga tangandan 1884-yili. O B javob shu to'g'ri. Javobingiz B, ya'ni. Qanday bir ko'rib boqaylik, javob to'g'rimi? Bunda yine azroq bir qo'shimchalar bor. Bizning tariximizni o'zimiz bir qo'lliq yezib ma'magan bo'lg'achqa, ya'ni yozgan tarixlarni har qaysi davrdagi zolim mustamlikchilar va zolim hukmronlar yo'q qilib, barbod qilib, yo'qotganligi uchun biz o'zimizniki rasmiy ishonchli yezib ma'gan tarixlarimiz asosan yo'q deyarlik. Tariximizni ba'zida arablar yozgan, ba'zida ruslar yozgan, ruslar ko'proq yozgan. Xitoylarmi bizning tariximizni yozgan. Mushu sunamdadimi nati jiq mujmalliklar yomon ko'p. Ba'zi tarixlarda 1761-yil ishg'ol qilgan deb chiqqan, ba'zi tarixlarda bizning vatanga eng oxirgi qatim ishg'ol qilgan vaqti nimaniki? Manchularniki. 1879-yil ishg'ol qilgan degan o'sha har xil o'xshamagan nimalar chiqdi. Ko'pchilik 1882-yili to'liq ishg'ol qilgan, 84-yili anda Xinjiangga yangi yer shu nomni bergan degan shu ekan. Men shunga buni qanday ko'rib boqaylik. Ya'ni javobingiz to'g'ri. Muborak bo'lsin, tunji 100 so'mni tutdingiz. Endi ikkinchi savolga o'tsak.
İkinci sual mındaq. Endi bizning Uyg'urlarda hozirgacha bilib bilmay shu ko'ktatlarning ismini Xitoycha ataydigan ahvol yanada bir qadar umumyuzlik desak bo'ladi. Amaliyotda Xitoydan shu qadar seskangandan keyin o'zimizning atalg'usi bo'lgandan keyin ko'ktatlarda shu o'zimizning atalg'usini o'rganib qo'llanishni umumlashtirsak yaxshi deyman. Shunga ikkinchi savol shu ko'ktat haqidagi. Ya'ni Yangyo deb ko'nib qolganlar yomon ko'p aramizda. Bu Yangyoning amaliyotda Uyg'urcha ismi bor. Savol Yangyoning Uyg'urcha ismi nima? A. Pidigan, B. Berenge, C. Yer yanıqı ve yoki D. Yer kumulichi. Endi o'sha Yangyo degan o'xshash haqiqatan bizniki turmushimizga Xitoycha atalg'ular yomon jiq kirib ketgan, o'zimizniki o'z tilimizda atalg'ular bo'lsa-mu, ko'pincha boshqa tilda so'zlaganning o'zi sal madaniyatlik, ilg'orlik deb qaraydigan chaqlarni yomon jiq bo'ldi-ku. Endi bizning hozir shundoq ko'pincha atalg'ularni inglizcha devasa siyosiy atalg'ularni ba'zi yangidan kiryotdi. Shunga o'xshash shu bizning vatandagi zamonida shunda Xitoylar, Tungallar, Manjular ko'proq ta'sir ko'rsatgan rayonlarda shularning tildagi bir ayrim og'iz so'zni qilib olgan odam o'zini bilimlikdek his qiladigan bir chaqlab bo'lgan ekanmi deyman. Hozirgi davrda seskinib ketamiz hamda Xitoychaga qilgan odamlardan shunchalik ranjib qolamiz. Endi shuningdek bir oqiy ko'rinishlari bor endi bu atalg'ularning Xitoycha bo'lib ketishida. Hatto shu janub tarafida ben dastlabki borgan chog'larimda Qashqa, Xotan tarafida odatdagi atalg'ularni Xitoycha yomon ko'pkan kiyim-kechakning nomidan tortib, shu yo'narvanning ismini shundoq Xitoycha ataydigan atalg'ular odat yomon yo'qkan. Endi bu darvaqa kundalik turmushda ishlatilgan materiallar, bundaq ko'ktat binolarniki nomining Xitoycha bo'lib ketishi bu vaqtdan bir baxtsizlik. Endi bu Yangyo deb biz tug'ilib gap anlig'idek bilgidek bo'lgandan tortib Yangyo deydigan shundoq Yangyo deb Xitoycha atab kelgan. Buningki boshqa yurtlardagi yerlik ismi qandaqki, ammo bizningki Kuchada shu cho'nglar, men kichik chog'dagi qiyirlar, cho'nglarning o'zi buni ko'mirchamg'u deb ataydi. Ko'mirchamg'u. Shu asosli biz lobo deymiz, andan keyin Yangyo deymiz, chamg'u deymiz. Shularning o'zini lobo deganni ko'kchamg'u deb ko'ktat qilgan xamsay qilib, xamsay degan saydigan Xitoycha qo'ygan deydi. Aslında bunu ko'kchamg'u deb, andan keyin Yangyoni o'zini ko'mirchamg'u deb shunday ataydi. Buningki hozirgi endi yangi nimasida hozir A'ni nima dedingiz? A javobni A'da. A pidigan, B berenge, C yer yanıqı, D yer kumulichi. Yer ko'milichini men anglab bakmoqchi ekanman. O qandaq narsaki, uni hozir anlatdim, onu belki bilmayman. Yer yanıqı degan bo'liqi nima? Bu biz xosiyam deb shuni yer yanıqı deb ataganda shu qiyirlardan jiq anglaydik. Yer yanıqı. Oma emas, sening o'zing emas. A'ning o'zi nima? Pedigan deganligi chayza deydigan ko'ktat shu deymi Pedinga. Emas, Pedigan emas. Vaqtda shu Berenge degan shu nomi kelib qoldi B. Endi uni Berenge desa hozir bu yangidan anglayapman men buni. Anglayotqili bir 7-8 yil oldu. Shu vatandagi torbatlarga olinib binas ko'ylak bo'lgan chaqilda shu munosabat vatandagi torlar bilan munosabat og'inib shu men bo'lganda shuni anglaydim Berenge deb. Endi buningki qaysi yurtdagi atalg'u ya yangidan ijod qildimi, uni men bilmayman. Ish qilib asosli Yangyoni Berenge deb atayapmiz. Shuni to'g'ri deb qarayman B'ni. B. Mana ko'rib boqaylik, javob to'g'rimi? Demek ki cevap to'g'ri. Qani hozir so'mmisi 200 so'mga chiqdi degan gap. Buni o'zgartimiz 200 so'mga. Xo'sh, dastlabki ikki savol o'ngishli bo'ldi. Endi 3-savolga o'tsak. 3-savol mundaqki.
Endi Xitoylar bizning vatanimizning mustaq o'zimizning aramizdan chiqqan munofiqlar bilan boshqarib kelyapti. Hozirgi munofiqning ismi Shuhrat Zokir. Bu savol mundaqki, milliy munofiq Shuhrat Zokirdan burungi qo'rchoq rais kim edi? Ya'ni shu munofiqdan burun munofiq bo'lib turgan munofiqning ismi nima edi? Javobi A. Mamtimin Zokir, B. İsmail Tilavaldi, C. Nur Bekri ve yoki D. Ablat Abdurshid. Shuhrat Zokirdan keyin avval qilan bo'lgan chaqda Mamtimin Zokir o bir Nazoratniki Nozirdek binasi bo'lganmi ish qilib, o men bachaqda Aqsu viloyatininki valisdek bir narsa keyin o'stidi deb qolgan. O Atnurayonga reisib boqqan odam emas, menimcha. Bo'lgan bo'lsin, o qisqa bo'lganda ama Shuhrat Zokirdan burunqisi emas. A to'g'ri emas. B'ning o'zi kimdi? B. İsmail Tilavaldi. İsmail Tilavaldi sal burunroq deymi, Ablat Abdurshiddan keyin chiqqan. O B'mi emas, C'ning o'zi Nurbekri, nima? Nurbekri ha. Nurbekri onda olsa İsmail Tilavaldidan keyin Ahmet Niyazomi chiqning bo'lsin, ama Nurbekri shu oxirgacha Nurbekrining ig'ir biz to'litillaydiq. Nurbekni ben mutlab maqal yozib ketgan shu vatanlik torbatligim onun yarmasligi to'g'risida fikr yozib shunday qilib ketgandim. Nurbekri shu hozirgining avvalgisi Shuhrat Zokirdan burungi eng ashaddiy munofiqning o'zi Nurbekri shu Abnurayonga reis bo'lgan qo'rchoq reis. Demek cevabınız Nurbekri. Qarapaqayla to'g'ri mu? Demek ki bunun cevabı to'g'ri bo'ldi. Derhal somunu o'zgartimiz 500 so'mga chiqdi. Keyingi savolga o'taylik. Keyingi savol mundaq. Shiralini bilasiz-ku deyman. Naqshchi Shirali. Shirali. Xotanlik Shirali naqshchi. Bizning davrimizda nihoyat chiqargan naqshchi uzun chash. Men shu Ahmadjonning xotanligini shuni bakrak bilib ketganman men. Davsa nima qilar? Quloq tinishig uchun tiqam. Hozir bir naqsh qo'yamiz. Shirali aytgan naqsha. Savol mushu naqsh to'g'riliq bo'ldi. Gözünce bir kara canım, yüzünü bir kürey, izince men süyer, seninsiz men harap canım. Eydin güzel kız, tenha yaşantı, eydin güzel kız, eydin güzel kız, tenha yaşantı, beni köydürür, boşa süremsiz. Eydin güzel kız, tenha yaşantı, beni köydürür, boşa süremsiz. Kara kaş, yorul kaş, kırgakları süzük taş, yurtumuzda bir güzel var, onca boyluk kalem kaş. Kaş, taze kalem kaş. Bir kere işte zarı buldum, işte içim kalktı baş, yana kalktı baş. Yalgı bitti dert döküptü, meni çakkaş çakılgaş. Meni kelmiş, birini sevip, bir köygen eski yaş. Anda olsam, bunu etkan dönmelidin kapan baş. Ata eski yaramazken, işi buzgan yogan baş. Ben seni canı can dep söyledim, anda kılma gözüm yaş. Anda kılma gözüm yaş. Özündün örgülay, özündün örgülay. Gözünce bir kara canım, gözünü bir kürey, izin kamel süyer. Seninsiz men harap canım.
güzel kız, tenha yaşantı. Eğitim güzel kız, oh. Eğitim güzel kız, tenha yaşantı. Minni köydürü, hoşçal ötemsiz. Eğitim güzel kız, tenha yaşantı. Minni köydürü, hoşçal ötemsiz. Xo'sh, bu naqshadan ko'rib turibdiki, bizniki rock muzikamiz, zamonaviy naqshlarimiz shu 80-yillarda mush saviyaga yetgan. Shu zamonlarda Shiralini bilmaydigan odam yo'qdi, ammo siz yoshlarning rock muzikasiga to'g'ri qiziqmabdingiz o chaqda. Bu Shiralining bu naqshi vatanimizda nihoyatda moda bir naqshdi. Hammadan degidek yaxshi ko'radi, bak moda bo'lgan bir naqshi. Bu savol tuvandagi savol mushu naqsha to'g'risida ekan. Shirali o'rinlagan bu naqshning ismi nima deydi? A. Yurtum. B. Güzelim. C. Qalamqash. Ve yoki D. Söygü. Naqshning eti. Bu naqshning ismi. Yurtum bu A emas. Buna da yurtum diyen bir mezmun yok. Aha. A emas. Bir tane kalkan kullansan bulamdır. Buldu. Qaysini siz? He? Qaysini? Kalkan. Qalqan mı? He. Tamam, qalqan unda olsa bir qalqan ketdi, bir qalqanınız 50'te 50 ve telefon 3 joker kaldı, 3 yardımcı kuralı. Endi hazır xalığan bir sual cevabını tanlam. Cevabınız doğru bolsun, hata bolsun, keyingi sualga o'ta alaysiz. C. C nim bo'ldi? C qalamqash. Shuni taldingizmi? He. C qalamqash. Oxirgi javobingiz shumi? Şu. Tamam, unda olsa biz cevabı to'g'rimi ko'rib boqaylik. Cevabı xato. Abdurim efendim. Siz bir qarabla yurtum emas dediniz. Nemaga asosan undan dediniz? O naqshida yurtum degan tasvir hech qanday bir narsa yo'q. Asli yurtimizda bir güzel bağ, qalamqashliq nima qo'shma-qo'sh deb aytdi. Yurtimizda bir güzel bağ. Ya'ni bu naqshning ismi asli yurtum. Mana bu qalqanda qo'llanganingiz yaxshi bo'ldi. Nima mana so'mini vaqtida o'zgartib o'taylik. Hozir 1000 so'mga keldi. 1000 so'm yani bay degandek qizil ranglik bu. Hamda 1000 so'mdan keyingi savollarga, masalan 2000 so'm, 5000 so'mlik savollarga javob beramizsizmi? 1000 so'm qolib qoldi sizda, demakchi. Men sonra chiqishdaman. Undaq bo'lsa, keyingi nimaga o'tishdan burun yana bir video ko'rib o'tamiz. Quloqqa taqaydiganni taqib oling, ekranga qarasangiz bo'ldi. Yo'qsa. Rast. Sizlarning 55 ning qorasida mening itim qilib edi. Men meni biray Nur Oqondan yetsin bo'ldi. Bo'ladi. Oy. Zo'rxunda? Bunu bir jup quncha bilak ichilibdi desa, ha? Mushu balla qilgan. Xo'sh, Zo'rxunda. Men qaytay. Men sizlarni uzatib chiqaysam. Uzatmasam bo'ladi.
Ulat nasılım boludu? Olsun çık. Ben keter buldum ey ava yarim. Erzim bayan eğilip avay keter. Erzim bayan eğilip avay keter. Mihriban yar ağzına bu anca gülüm anda kılay gülledi kan yığlap avay keter. Mihriban yar ağzına bu anca gülüm anda kılay gülledi kan yığlap avay keter. Boynum olsun. Vay kuzum. Kaydemi andar. Vay bir gün. Ben kaydemi andar. Vay bir gün. Dertli belalar yarimge nuran dilim kanda kılay kümli perişandır vay bir gün. Dertli belalar yarimge nuran dilim kanda kılay kümli perişandır vay bir gün. Nurumka. Bu dramını bir qaraptı bildiniz mi deyme, naqsını mıhın şıvatsız, qaysı dram işkedigini bilisiz Akçan. Gonçan dramısı o bu. Gonçam dramısı. Yani şu 80-ci yıllarda deyme, bu vatanımızda asasen bilmeydiğin adam yoktu bu dramını. Hem biz esimde kılışça, biz aile boyunca tuncu katım, dadam, apam ve hedem, singlim, inim
Hammamiz berip İttifaq teatrda ko'rgan bu dramani. Ayni vaqtda ajoyib g'ulg'ul qo'zg'agan va danglik dram etdi. Tuvandagi savol shu dramada haqidagi. G'uncham dramasining avtori kim? Javobi A. Zunun Qadir, B. Zordun Sabir, C. Abdurrahim Ötkür ve yoki D. Qayyum Turdi. Bununki autori şu A. Zunun Kadri deyip cevap A çıktı. Bu dramanın özünü bu şu nakşılar yaman kaldı mı? Tezir kaldı. Yani bunu biz ilk Meksik çağda ama şu 70. yıllarda değil yani. O çağın özünde nakşı, Uygurca nakşılar çekilip ketken şu Kanayda nakş dolaydıgan işler var. Xitayca nakş dolap şu Kızılçırak'ın ki Mao düşüdep şu Mao kapırını maqtaydıgan Paşa işanının ki nakşıları bulduğun. Şuna anlaydık. Ondan başka manda nakşılar, Uygurca nakşılar asasında çeklengen. Ama kiçik çağlarında şu 5-6 yaş çağlarından tartib bu nakşılarını şu Almutlu'nun anlatılgan Azatlık Radyosu, Vatan Kutlusu Radyosu'nun ki anlatışlarda anlaydık onu. Kiçigimizden öyle anlap kulak sınıp ketken nakşılıktı. Dadam apam şuna düşündürdü bu nakşılarının ki mezmunu, şu dramanın ki mezmunlarını burun köygenke ola yaş vaxtlarda. Hem bu nakşa Zunun Kadri Efendim'nin ki ideyasını tenkit kıldıgan bir çağlan boldu. Hem özara tenkit kıldıgan çok bizning yenimlerimizde. O bütünlaylıqı baypomçiklerini tenkitlep yazgan, sosyalizmni maqtab yazgan mesele dep oşundaq baha berilip ketdi. Ama bu bir tarihi siyasi arx görünüşü var. Drama hem nakşın mezmunlarımız şundaq. Bu G'ulji taraf bilen bizniki muşu Yarkiyat, Almutda, muşu taraflarda muşu yakın zamana kadar yani biz muşu ahirki köşköşünün ahirisi olup kaldık vatandan kaçkanlarının ki. 18. əsrdən başlap muşu 20. əsrinin ki 60. yıllarçılık vatandan bir de bu Ruslar zulüm sağan çağda uyaqı ötüp Uygurlar. Uyaqtiki yoki Manjurlar yoki Mongollar yoki her qaysi davrdagi zalim Xitoy hükümranlari zulüm sağan çağda bu yoqqa ötüp bu şundaq bir qonun vayronchiliginin ki ifodasi chiqilgan naqsha mavjud. Bo'lib ki Nurum bilen acayip heyecanlanıp kaldım. Nurum bilen Goncam'ın etkan nakşıları şu esirlep davamlaşıp ketken şu sorukçuluklarının ki tarihi siyasi arx görünüşü ifadeleyen muşlar mezmun var bunu biz kişisalda adam başta düşündüretti. Bu adattaki muhabbet nakşısı emas bakırım bu muşu iki çoğun zalim hükümranlar arasında Uygurların takdirinin ki soruqluqda, veyrancılıqda ötken muşu jaryanını ifadeleyen nakşa dep başta düşündüretti. Azırak onun buzulup kaldı çünkü biz muşu takdirindeki kurban olduk ahir. Vatandan ayrıldık. Hemen asımız vatanda kaldı. Vatandan yani kalmadı hazır bakan ki. Vatanda binasımız kaldı digide binası kalmadı. Vatan diyen şu nam kelvatı da hazırca. Demek ki bu nime? Zunun Kadri Efendi yazgan rahmetlik edilmiş. Doğru. Cevabınız Zunun Kadir. Bu doğru. Çünkü bunun cevabını en iyi bilirsiniz. Bu dramını köygenden keyin hakikaten siz düşündürgendek bizning o'qituvchilarmi shundoq düşündürgen, ata-onamizmi shundoq düşündürgen bizga cho'nqur ta'sir qilgan bu dram edi. Bazı qarindoshlarimiz Allohga shukr olsun bu dramani to'g'ri saqlab qolibdi, to'liq nusxasini. Ishim tutsa, yani ko'rib qo'yaman. To'rdoshlarnikimi vaqti bo'lsa bu dramani hozirgi yoshlarimizning orasida bilmaydiganlar ko'p bo'lishi mumkin. To'g'ri tepib ko'rib berishini umid qilaman.
Xo'sh, so'mimiz nechaga keldi? So'mimiz 2000 so'm bo'ldi hozir. 2000 so'm bo'ldi. Keyingi savol bo'lsak, keyingi savol o't yurak shoir Lutfulla Mutallib qancha yoshida shahid qilingan deydi. A 24 yoshida, B 23 yoshida, C 25 yoshida va yoki D 26 yoshida. Mushu Limutallib to'g'risida vatanda yozilgan roman, ba'zi asarlarning o'niki jilname tazi tug'ilgan vaqti bak joyida emas. Chet elga chiqqandan keyin bu to'g'risida yomon jiqqilqi jilnama anglab ketgan vatanning o'zi. Hatto o'xshashmagan jilnamalar tug'ilgan yermi hatto Nilqul tug'ilgan yoki 3-4 panda tug'ilgan, Oqsuvo'niki 3-4 panda yerlarda deydigan bir yozimlar bor. Bizni toza shu yurakda vatan millatning o'ti qaynab turayotgan, o't yenib turayotgan chog'ida bu romanlar nashr qilindi, har xil asarlar nashr qilindi. Shu vaqtdami shu o'xshashmagan jilnama bor. Buniki shahid qilingan, qurbon bo'lgan vaqti yosh qoramidimi o'xshamagan farqli qarashlar bor. Saga chiqqandan keyin Olmaotada bir mazgil ko'rdim. Olmaotada shu Limutallibninki, Lutfulla Mutallibning ayaliniki o'g'li bilan yaqin o'tgandim. O 10 yil avval Murat Hakimi deb shu Hekimnurdan tug'ilgan o'g'li. Limutallibni tutmagan saqchi bor, Hekimnurda jasus deb chiqdi, ammo bu shu vaqtlik viloyatlik, Oqsuv viloyatlik saqchi idorasi saqchiga. O Limutallibni da sanab o'ldirib, qon tugatgandan keyin o ayol amildor qepqiliq ham go'dak. Ondan keyin bu olayliqi hammasi biroqlam Sevil ittifoq tarafga kuchlik to'g'ri kelib, ondan keyin Hekimnurning o'zi bu ayolni balasi tug'ilgan Limutallibdan hamil qolgan balasi tug'ilgan chog' ham bu kichik yuz bo'lgan deb tushunolmaydi deb, ondan keyin shu Hekimnurning o'zi yana bir qancha shu vaqt ekanda sabtashlar, saboqdashlar to'plashib ketganki ayolni Rayhon xonim. İttifak chiqqandan keyin uzun qolmay o balasi o'lib ketdik. Ondan keyin shu Hekimnurning o'ziga o boshqa peshqadam inqilobchilar shu vaqtlarning o'zidagi G'o'lji tarafdan chiqqan Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining rahbarligi bu saloq qilib, shu Hekimnur aslida tegtakdan josus bir emasga shu vaqtdagi saqchi xizmati munosabat bilan onu tutqun qilgan ekan, tutqun qilsa boshqa. Limutallibni tutib kelinglar, shu inqilobchilarni tutinglar deb yuqoridan buyruq tushgandan keyin shu buyruqni ijro qilgan qolchigan Hekimnur. Bundan bilan endi o'mayliqi sevgiga chekingandan keyin o men boshqa xizmat munosabat bilan qilgan, men shu vaqtda saqchi bo'lgandan keyin buyruqni ijro qilgan, men unda bosh qilib, buni tutib, unda hisobni oylikni qilgan deb bildigan boshqa guvohchilarni bo'ldik buningga. Shuning bilan o ayolni shu Hekimnurga qo'yib qo'ygan-ki. Qo'ygandan keyin ondan shu Murat ismli bir o'g'il tug'ilgan, yana bir qizmi ish qilib bir qancha qarindosh shu to'g'ri aniq esimda qolmadi, ammo Murat bilan shular yaxshi o'tgan bir qancha oy. Shu Muratning o'zi deb berishda Limutallibniki o'ltirgan vaqtida 23 yoshda deb opasi shuni deganki, 23 yoshda shu vaqtda shahid bo'ldi. Yani bunun da siz hazır mademde koyğanga o'xshash, aşında 21 yaş, 22 yaş, 24 yaş yine her xil nim babım oldu. O'xshashmagan jurnum bor. Yani meniki shu Rayhon xonimninki o'zining o'g'li. Deb bergan bo'yicha meniki esimda qolgan 23 degan. Uni boshqa bir material o'qib baxmadim. Ammo 23 yosh degani shuni yo'qolasiz. Açık bir şeyde yok ayman qo'ydim da. Anda qilsa javobingiz 23 yosh. Xo'sh. Javobingiz yana aldirab unutib qolmaslik uchun so'mimizni bir o'stirib o'taylik. 5000 so'mga chiqdingiz yani. Endi keyingi savol mundaq ekan. Bu savol Germaniya haqidagi savol ekan.
Berlin timi yıkılıp Şarkı ve G'arbiy Germaniya qaytadan resmi birleşken vaqt qachon deydi. Cevabı A 1991 yılı 2 yanvar, B 1990 yılı 12 sentabr, C 1989 yılı 31 dekabr ve ya ki D 1990 yılı 3 oktyabr. Bu esinizde var mı? Şu жылнамада mı yamancık nem var mı ha? Endi hazırki 3 oktyabr bu muqim. Çünkü 3 oktyabrda Doğuça ayını hayt deydiğen bir naati muqaddas günü bulanınki iki Germaniya birleşken degan gün bu bayram günü. Şu bayram günleri işitsek bizge şikayet maaş buyurdu o şuna bu 3 Unutmayalım çünkü anda olsa. Germaniyada işleydiğen adam bir yer işleydiğen adam olsa şu bu işsiz kaldı 3 oktyabrninki. İki Germaniya birleşip resmiyetlik ilan kılınan muqimlagan gün dep mujundaq qaraydi. Ama жылнамада ben bunu ilki nima deb yurib ekanman. Ben ilki vatanda 91 yılı 8 ayın 15 bir qatim türmeden chiqdim. Türmeden chiqib uzoqlamay Sevitbaq parchalanib davron bo'lib ketgandan keyin shu 91 yılı oktyabr bunda isimli qilib ekanman. To'liq shu Germaniyaniki birleşken vakti yani birleşme Cumhuriyet ilan kılınan vakti 91 yılı 3 oktyabr deb shu isimli qilib ekan. Keyin yay chiqqandan keyin qayta o'qib, bu materialga ko'rib, to'liq dokumentni planlama chiqib ko'rib qolgandan keyin bu 90 yılı 3 oktyabr degan shu ko'proq shu ismi hozir. Ama bu shu o'qishmagan жылнамаларni o'qib qo'yganman-ku buningda. Demek ki cevabınız 90 yılı 3 oktyabr oldu mu? Evet, şunu da muqimlashtirdim. Daha olsa qarab bakalım cevabınız doğru mu? Bu sorunun cevabını doğru oldu. Mübarek olsun. Hem de derhal sumumuzu östüreyli. O sumumuz 10 mingga geldi. Keyingi sual o'tamiz. Keyingi sual mundaq. Bu sual bizning Uyg'urlarning ishiga alohida ko'ngil bo'lib kelayotgan Amerikadagi senator Marco Rubio haqidagi. Bu odam Alloh umrini uzun qilsin, tilini salomat qilsin. Men deyman vatanimiz mustaqil bo'lganda bu odamga bir mis haykal tiklaymiz deyman. Chiqib Uyg'urniki davosini o'zining davosida qilib ketayotgan bir senator bu Marco Rubio. Ama bu adam çıraydıma çıkıp durdu. Bu köşmen ailesinden balası iken bu. Amerikalık teki tekten aktendik Amerikalık emeske. Sual mındaq. Senator Marco Rubio özü köşmen ailesinden perzenti. Onun teki neredindeydi? Yani onun ailesi nereden, kaç devletten kelgen? Cevabı A. Meksika, B. Kuba, C. Venezuela veya ki D. Honduras. Bunu bilir misiniz? Şu Amerika'daki dağınık başlıklarınki kelip çıkışıga to'liq qiziqadigan bir odatim bor edi. Mayaqindan bu kishi boshqa Amerika amaldorlari asosiy bizga bakmo ko'ngil bo'lib ketmagan bu shu Rabia xonimni turmadan ochiq chiqib jiq yo'lmangan bir xonim bo'lganti, Condola Rice deydigan Şu ayoldan boshqalar bizga bakmo nima bo'lib ketdi Uyg'urlar masalasida ko'ngil bo'lib ketmadi. Hatto dushmanlik bo'lsa deb to'g'onlar bor Amerika amaldorlarining ichida. Ama bu yaqindan bu kishining o'zi Uyg'urlarga zot Uyg'urninki rahbarga o'xshashlam erkak qoldi-da, unaati endi unutqisiz ham kundan kunga ko'zimizga shunday chiroyli ko'rinib ketdi. Facebookda qarindoshlar to'liq tabriklaydi o'sha odam eng chiroyli odamda. Hem bu adamniki mavu isminiki Robio degan bunda ismiga ne qilib men familiyasiniki mavu ahanga qarab Muş İtalya taraflariga oidmidi deb o'ylaydim. İtalyalikniki ba'zi bir ashtaqa o deb aqlashgan ismga o'xshab qoldi. Ya İspaniyalikmi deb o'ylaydim. İzlenib ko'rib baxtim, qilsam bu shu Kuba tarafdan gapiniki. O'zi Amerikada tug'ilgan. Amaldaki ama ota onasi shu Kuba tarafdan ko'chib kelgan. Buni dedim aralashtirib qo'ymagandim balkim boshqaga.
Demek cevabımız Kuba. He. Qanday ko'raylik, javob to'g'rimi? Bu savolning javobi to'g'ri bo'ldi. Endi so'mni darhol o'zgartirib o'taylik. Esimiz bor vaqtida. Hozir tutgan so'mingiz 16.000 so'mga chiqdi. Ya'ni qizil raqamlik 16.000 so'm. Buningda yuqori savollarga xato javob bergan taqdirdami, eng az tutgan so'mingiz 16.000 so'm bo'ldi degan gap. Qani ikkinchi keyingi savolga o'tsak, mana bizning tariximizda o'tgan boturlardan eng danglik boturlarning birisi G'ani Botur. Buni hammamiz bilamiz, G'ani Botur deb ko'nib qolgan biz. Ama to'liq ismini bilmaymiz. Shaxsan men bunu tuzuk bilmaydi ekanman, yaqinda to'g'ridan o'rgandim. Bu savol bunda. G'ani Boturning to'liq ismi nima? A. G'ani Muhammad Boqiy. B. G'ani Osman Israpil. C. G'ani Xudoberdi va yoki D. G'ani Abduqodir. Elki G'ani Muhammad Abdubaqi, ha? A. G'ani Muhammad Boqiy, ha. Ha, G'ani Muhammad Baqi. A. B'si G'ani Osman Israpil. C. G'ani Xudoberdi va yoki D. G'ani Abduqodir. Ben bu G'ani Botur deplam hamma odamga o'xshash ashundaqlam atab ketganman. G'ani Boturniki to'g'ri ismlarini men iznib bakmatimda bek mashhur bo'lganki G'ani Botur deplam. Hatta tug'ilgan vaqtini, yurib ketgan vaqtini bilmaymiz-da. Bu odamniki bek mashhur bo'lib ketgan odamni ashta bilmaydigan dastonga ketgan. Bu odam Olmutida tugab ketdi-ku keyin. Atanısı bormi yo'qmi, xotin bolalar bormi yo'qmi, shu osmondan mushta tushgandeklar yo'qmi bir pul. Qavat aynisi ekan bu odamlar. G'ani Boturning qachon vatandan surgun bo'lib chiqib ketgan vaqti, bularmi yomon bizga g'uvaz, o'lib ketgan vaqtimi, ko'p o'qigan bo'lsakmi, anglagan bo'lsakmi, shu G'ani Botur degandan keyin uning boturlik, palvonlik, shu ilqi nimalar bilan afsonalar kallamizga qilib. Endi demoqchi bo'lganim hozir ilqi ishkini qisqartiradigan javobni ishkini qisqartiradigan taktikini qo'llansam bo'ladi. Ishkini qisqartirgandimi? Tamam. Anda bo'lsa ishkini qisqartimiz. Ishkini qisqartgandan keyin javob qolib qolgan ikki javob qaysi desiniz? A. G'ani Muhammad Boqiy va yoki D. G'ani Abduqodir. Qaysini tanlaysiz? Mushu A'ni tanlayman. G'ani Muhammad Boqiy. A'nimi? Ha. A. G'ani Muhammad Boqiy. Buni menimcha jiq do'stlarimiz bilmaydi. Mushu banda o'rganib olamiz. Bundan keyin esimizdan chiqmaydi deymi inshaalloh. Demek ki savol javobini ko'raylik. Javobi A. To'g'ri. Qanday deganda mushu Boqiy degan mushu G'ani Boturniki bir urug' tuqqanlari intervyu qilgan bir suhbatni ko'rdim mushu Olmut tarafidan kelmizda. Bir qeri ayolning o'zi ashta Boqiy degan bir so'zni o'tib ketdi ashuncha. Boqiy degan shu azroq esim chiqqan, ammo to'g'ri ishonchga emasdim. Hozir meni rasmiy bu muqimlashdi. G'ani Muhammad Boqiy. G'ani Muhammad Boqiy. Bundan keyin kimni so'rasa ishkilanmay deb beralaymiz. O'sha men sizga bir taklif beray endi. Mushu keyin qatim mushta programma o'rlashtirgan chaqda G'ani Boturniki tug'ilgan vaqti, vatandan chiqib ketgan vaqti masalan. Ondan keyin o'lib ketgan vaqti degan mushu qayerda o'lib ketgan, qayerda yashagan, mushlarni nihoyatda editlik bir nima qildirib kerak ekan. Bu bak yaxshi oldu hozir. Meniki kallamam bor. Yaxshi fikr bo'ldi. Bundan keyingi programmalarda inshaalloh buni qilamiz. Chunki tariximizda o'tgan shu G'ani Boturga o'xshash, Sadir Palvonga o'xshash qahramonlarimizning ish izlaridan o'rganish bizga hozir to'g'ri bo'yotdi. Chunki hammamiz latinishib ketdik. Qo'limizni ko'tarib hammishni Allohga qo'yib, Alloh Xitoyni jazolab va vatanimizni ozod qilib deblar
umurtqusi yo'q bir nimalardeklar yomonlashib ketdik biz hozir. Shunga bu tariximizda o'tgan bu erkak qahramonlarimiz to'g'risidagi bilimlarni pat-pat tashviq qilishimiz kerak. Shunga bu fikringizga tamoman qo'shilaman. Inshaalloh keyingi qismki programmalarda shu mazmunlarni qo'shishga tirishaman. Keyingi savol bo'lsak, bu yana Germaniya to'g'riliq savolki, jug'rofiyani yaxshi ko'ramsiz? Coğrafyanı pek yaxshi bilib ketmayman Germaniyaniki. Germaniyaning jug'rofiyasini yaxshi bilib ketmaysiz. Ama Rayn daryosiga putingizni chilab baqqanmi? Chilab baqqan. Yani Rayn daryosi Yevropadagi eng davliq daryolarning birisi. Bu Germaniyani kesib o'tadi. Bu Germaniyalar emas, bir qancha davlatni kesib o'tadi. Bu savol shundaqki, Rayn nimani o'stirdiq-a? Yo'q, o'stirmadik-mi bu summani? Unutib qolmaslik uchun summani o'stirib o'taylik. Hozir tutgan pulingiz 32 ming so'm. Masalan, undan keyingi savollarga javob bera olmay qolsangiz 16 ming so'mga qaytib keladi degan gap. Undan bo'lmas inshaalloh. Bu savol bundaqki, Rayn daryosi tuvandagi qaysi davlatdan o'tmaydi deydi. A. Shveysariya, B. Liechtenstein, C. Belgiya ve yoki D. Gollandiya. Rayn daryosi o'tmaydigan davlat. O'tmaydigan davlatda. Bu bir muncha davlatni kesib o'tadi. Bu savol qaysi mushu berilgan javobdan ichida qaysi davlatdan o'tmaydi deydi. Golland. A. Shveysariya, B. Liechtenstein, C. Belgiya ve yoki D. Gollandiya. Gollandiyadan kesib o'tmaydi. Nereden? Gollandiyadan. Gollandiyadan o'tmaydi? Bu oxirgi javobingizmi yo o'ylashib ko'ramsiz? Yani ishki yordamchi quroliniz bor, bir qalqon va telefon. Qalqonni qo'llanay. Qalqon qo'llanamsiz? Tamam, unda bo'lsa qalqonni evet biz bu qalqonmi ketdi. Yordamchi qurolingizdan birla nima qoldi degan gap. Telefon qoldi hozir. Endi bir savolni, bir javobni tanlaysiz, to'g'ri bo'lsin, xato bo'lsin, o'tib ketasiz. Javobingiz qaysi bo'ldi? Gollandiya bo'ldi. Anda bo'lsa qarab baqaylik, Gollandiya to'g'rimi, xatomi? Normal televiziyalarda bu texnik işlerini qildigan odam tayyor. Ana bir ko'raylik javobi qanday ekan? Javobingiz Shveysariyadan o'tmayotganda. Yo'q, Belgiyadan o'tmaydi ki. Belgiyadan. Mening bilishimda bu daryo Shveysariyadan boshlanib, Liechtenstein'dan o'tib, Germaniyaga kirib, Germaniyadan Fransiyalardan o'tib, Gollandiyadan o'tgandan keyin dengizga qo'shildi ekan. Ya'ni Gollandiyadan o'tdi ekan Rayn daryosi. O'tmaydig'ini mana sol tarafdagi Belgiya ekan. Belgiya yuqorida bo'lgandek yuqorida qolganda daryosi. Quloq tuyimizda o'tib ketdi. Herhalde qalqonni qo'llanganingiz yaxshi bo'ldi. Hozir tutgan so'mingiz 64 so'm, 64 ming so'm bo'ldi. 64 ming so'm muborak bo'lsin. Endi keyingi savolga o'tamiz. Keyingi savol mundaqki. Buningda tinchig'ish nima qilmasangiz bo'ldi, anlay olasiz. Tövanda men bir muzik qo'yib beraman. Bu muzika agar burun quloq tinchig'ish qilmasangiz bo'ldi.
Çünkü Evet. Skype'da avaz alındı. Tanışыңızsınız mı buludu? Bir müzik koyma, anadikin sualını anlaysız. Hoş. Bu müzikni anlap bulduk. Bu müzik to'g'risidagi savol mundaq ya. Bu muzika qaysi film yoki televiziya filmining muzikasi deydi? A. Qisas. B. Walterning Sarayevoni qo'g'dishi. C. Qora tizimlikdagi kishilar. Va yoki D. Yomg'irdagi muhabbat. Walter'ın sarayını qilishgan muzika yomon mashhur. Onu bunga o'xshamayadi. Ondan keyin qora tizimlikdagi kishilar dedingizmi endi Cevabı A. Qisas. B. Walter'ning Sarayevoni qo'g'dishi. C. Qora tizimlikdagi kishilar. Va yoki D. Yomg'irdagi muhabbat. Menimcha C. Qora tizimlikdagi kishilar shu to'g'ri bo'lishi mumkin. Shu to'g'ri. Cevabınız aniqmi? Aniq. Qani ko'raylik, bu javob to'g'rimi? Cevabımız to'g'ri. Muborak bo'lsin. Bu biz mushundaq inqilobiy partizanlarniki o'lmas yigitlarning filmlarini ko'rib cho'ng'igan. Bu vatandagi vaqtimizda Uyg'urlar orasida nihoyatda qizg'in g'ulg'ul qo'zg'agan populyar bir filmdi, nihoyatda dangliq film. Muzikasi mu yod bo'lib qolibdiki, men bir ansambl film bu. Bizning tozada inqilobiy ro'yimiz qazi sakrayotgan chaqildiki quyilib ketgan kinolar vatanda bu. Aytdi shu jiq ko'rib ketgan film. Bu filmda bizga yod bo'lib ketgan. İnşallah mushu partizan, mushu balladek qo'limizga qurol ilib, Iptas Xitoylar ichadigan kunlarmi kelar. Men to'rt ko'z bilan shuni kutamiz. Shu kinolarni ko'rib cho'ng'igan biz. Shu chaqlarda o'yladik, anangni bir kunda keladi, mushu balladek qo'limizga qurol ilib, mushu kofirlarni o'tirimiz deydik. Shu fursat hech kamida to'liq kutib berib qoldik. Xo'sh, hozir tutgan so'mingiz 125 ming so'mga chiqdi. Muborak bo'lsin. Agar xato javob berib qo'ysam bu pul yo'qolib ketadi yo qanchaki bundan keyingi savolning sommasi 250 ming bo'ladi. Agar to'g'ri bersangiz 250 ming, agar xato javob bersangiz 16 ming so'mga qaytib keldi. Shu oxir tushib 16 ming bilan to'xtamda bu birinchi pulni yo'qolib ketib shundoq bir jiqaroq qolmaydi. Oxirgisi qizil rangligi shu 250 ming baldaqligi-chi. Agar mushuni javob bera olsangiz, eng az 250 ming so'm tutasiz. Agar tasoddifiy javob bera olmay qolsangiz, 16 ming so'mga tushib qolasiz. Bo'ldi qani. Hozirgacha eng yuqori so'mni tutgan siz bo'ldingiz. Inshaalloh millionni olib ketish nisbi bo'lsa. Qancha bo'ldi hozir? 125 ming. Qanday yaxshi ko'rinadi. Agar hozir men to'xtayman desam, mana shu 125 mingni olib chiqib olaymanmi? Agar keyingi savolni anglagandan keyin agar javob berishga yana bir nimangiz qoldi, yordamchi qo'rolingiz telefon. Agar uni qo'llanmangiz desangiz qo'llanasiz. Agar javob bera olmay qolsangiz
16 ming so'mga tushdi. Agar men bilmaydi ekanman, mush so'mni qaytay desangiz, albatta bu ixtiyoringiz. Bo'ldi, unda o savolni anglab boqay. Agar javob beramiz. Hozirgacha endi eng yuqori tutganingiz siz bo'ldingiz. O'tganki qaydinishimiz tutganda 16 ming so'mdi. Hozir 125 ming so'm bo'ldi. Bu mening bilishimda 1 so'm vatanimiz qurilganda $1 bilan teng qimmatli bo'ladi ekan. Ya'ni Allah, bu oz pul emas, $125 ming degan gapda. Şuna 125 ming deganda anglaplam sal. Hozir mana shu 90 bilan deb o'ylab qo'yapman. Herhalde tek sualni anlap bakın. Yani bir yardımcı kural kaldı telefon. Eğer kullanışını xalasanız kullanırsınız. Eğer sualga cevap veriş işençiniz olmasa bay degandek, yani bilmeydiken cevabını deseniz 125 ming so'mni qaysangiz bo'ldi. Bo'ldi, anlab boqaylik. Sual mundaq. Ürümçidagi cho'ng bozor qachon tijorat boshlagan? A 2003-yili 26-iyun. B 2005-yili 12-mart. C 2004-yili 1-oktyabr. Ve yoki D 2006-yili 18-mart. Men bu bozor to'g'riliq hech qanday ma'lumotim yo'q ekan. Ürümchida yoki Dabozor deb tanib qo'ya, bozor shuni hammadan Dabozor cho'ng bozor. O bozorninki ochilgan vaqtida men shu vatandan chiqib ketgan chaqildiki, shu vaqtdagi bozorlar meniki nimamda, ondan keyin qanday o'zgarish bo'ldi, qanday bozor ochilib ketgan, undan hech qanday ma'lumotim yo'q. Bu 4 savolning 4 javobninki hech qaysi birisida menda nima yo'q, ma'lumot yo'q. Faqat Dabozor deb anglaganlar birini bor, endi asosiy filmlarda yo'q, machatliklar hayot xotirasi ishlab chiqqan filmlarda ko'rdim uni nimalarni. Bozorniki oldi taraflarga munarliq yasab qo'ygan bozor shu-ku, mana Agmet darvoza qilib. Shuni ko'rdim, ammo u bozorning yasalgan vaqtida meniki nimam yo'q, hech qanday ma'lumot. Bu cho'ng bozor endi qurilgandan keyin Ürümchininki ismi bo'lib qoldi. Endi cho'ng bir doirada silingan narsa o'xshashqa. Bu Ürümchi desa shu Dabozor cho'ng bozor deydi. Ya'ni bu haqda hukmingiz yo'q. Yo'q, ma'lumotim yo'q ekan. Endi o'zingiz qaror qiling. Ya'ni boya degandek, agar mush biladigan birasi bormi deb qalingizga bir kelsa telefon qilib so'rasangiz bo'ldi va yoki men javob beramig'dekmi desangiz 125 ming so'mni ilib qilib qolsangiz bo'ldi. Hozir men bizdan so'rab baqsam balkim shu toz bilmaydigan bir javob berish mumkin. Buni o'ylab qo'ysam. Asli bu bozorda mushunda savdo qilib baqqan shu jarayonda vatanning ichida bor yoki mush Ürümchidagi mush bozor munosabatli odamlar bo'lishi kerak. Bo'lmasa bunda xiyollar desa u bir qoldi. Bir gap bemiz pulum yo'q turgandek bo'ldi. Men shu yerda 125 ming so'mni nesi elib, o'sha to'xtab qolay o'ylab qoldim. Qaror albatta o'zingizniki. Agar ashta qaror kelgan bo'lsangiz, tavakkul qilishni xohlamadim. Yani o qat'iy ma'lumot yo'q bozor. 125 ming so'mmi oz pul emas, men daftarimga yozib qo'yma. Ko'kbo'ri apandi va'da qilgan ekan bu pulni va inshaalloh vatan ozod bo'lganda olib beraman sizga. Bu va'da. Qancha savolga borgan hozir? Qancha savol bo'lgan? 11 savolga javob berib bo'ldik. 12-savoldi bu. 12, 13, 14, 15 mi jami? 15 ya. Hozir 11 savol javob berib bo'ldingiz ham to'g'ri. Yani 4 savol qoldi degan gap. Milyonni ketgan gapda. Agar men keyingi savollarda chiqsa endi pul yana ko'payadi masalan, uqtirib qo'ysam, andikin 16 mingga tushib ketamdi yoki cho'ngroq pul to'plab qo'yam. Yo'q, hozir agar shu savolga javob xato javob berib qolsangiz 16 ming so'm o'chib qoldi. Ondan keyin mana to'g'ri javob berib, keyingi savolda xato bo'lib qolsa, unda 250 mingda to'xtaydi. Yaxshi ekan aslida. Bana qat'iy ma'lumotim yo'q, men o'sha yerda to'xtab Bu oxirgi qaroringizmi? Odamga telefon qilsam bo'lganga. Ammo ularmi shu bak burun chiqib ketganlarmi, u bozorlar vaqti sodiga odamlar. Robiya Qodir xonim bilamdiki. Yo, Robiya xonim qabul bo'lib meni qilayman deb yuribdi. Elqi bir kitobga bir endi shu jarayonni yozdim-ku, bu vaqtda ishlarning hammani yozib men asosiy yozayotganim shu o'zimdan chet elga chiqqandan berisi O'rta Osiyodagi tashkiliy ishlar, Turkiyadagi harakatlar,
Germaniya kelgandan keyin bu yerlik hareketler özüm bilgenden hammasini yezip kilyapman. Şu arlıqda bir nima chetishlik Rabia xonimga munosabatlik bir masala bordi. Onun o'zini Rabia xonim shunga bir javob bergan bo'lsa-ki, menga deb adam qo'yib baktım. Ya qo'ygan odamlar o'zi xonim bilan gaplashmadimi? Chiqib gaplashmaydigan odamlar emas. Gaplashgan odamlarni qo'ydim. Xonim boshqa javob beribotsin, bir maqtalik qilib qoldim. Bu shuni menga deb bersin desam, xonim uni depmaydi. Demek ki hazır telefon qilgan taqdirda xonim depamay degan gapda. Xonim depamagan ekan, uni shu bo'yicha yozdi. Yazgandan keyin uni xonim o kitob o'qishga ketdi. O kitob 3 yil 2 yil qoldi. Birlari o'qib xonimga deya o'xshaydi. Voy xonim sizning bu kitobda yuz qilib kitob qoldi. Shuni ular Rabia xonimga ayt qapılib, "Mushunda gapni yozamdi, gapni o'qimay turib, men ustimda meni yuz qo'yibdi" deb qopgan. Shuni angladim. Anlagandan keyin bu qanday qilmayapti bu shu vaqtda bo'lgan 2009-yil, 2010-yillar bo'lgan ishlar bu. Unda olgandan keyin xonim u vaqtda javob bermedi, bermagandan keyin men shu vaqtda bani biz ham anglagan bo'yicha shu vaqtdagi axborotlarda chiqqan bo'yicha shundan men chiqartib Rabia xonim buni oshkorlashni xohlamadi degan axborot bo'yicha men Rabia xonim buni oshkorlashni xohlamagan deb başta iz qo'ygan ekan. Shundan Rabia xonim shu xonimga telefon qilsam hozir qilaydi. Bo'ldi, xolimdan da programmada tinglab shu mayli. Unda olsa oxirgi qaroringiz yolg'on gapni yezib sen nemish qotisiga uyda tillab qo'ysan qoldirdik. Demek ki ben xotiramga 125 ming so'm ufti Abdurahimjon deb yezib qo'yishga majbur bo'lman, shundaqmi? Rahmat. Anda olsa oxirgi javobingiz shu bo'ldi. Qani Ahırda dediğimiz Abdurahimjon efendi bugün nayeti bir köngüllük bir muhitte az bulmagan narsalarni öğrenip olduk deymi. Bunundan keyin eğer şu bazarning javobini topa olsangiz haytaveting, yana bir qatam taklif qilishim mumkin sizni. Shu yerdan boshlaymiz. Birinchi savol qilib shuni qilib, agar yana chiqamadi desangiz buni birinchi savol qilib sizga tashlab yana yapmağımız. Bugün alayda vaqt chiqarib bizning programmamizga qatnashganingizga ko'p rahmat Abdurahimjon. Oxirida teningizga salomatlik, turmushingizga xotirjamlik tilaymiz. Xayr, Allohga omonat. Allohga omonat. Teşekkür ederim. Qarindoshlar, bugungi programmamiz mishagicha bo'ldi. Men programmaning beshida deb o'tgandek, bu bir yangilik aramizda mushtaq bir programmaning bo'lishi mencha hammamizga foydali, chunki hammamiz o'tirib bilim egallaymiz, o'rganamiz. Shunga qarindoshlarimizniki bu programmani qizg'in qo'llab berishini, ham aktivlik bilan bu programmaga qatnashma deb o'zini ma'lum qilishini umid qilaman. Çünkü bunun da ben deganimdek bu hammamiz qatnasha oladigan programma. Yani bunun cho'qim bir olim, ziyoli, uqumishli odam bo'lishingiz shart emas. Chunki savol taqdim bag'dim bo'ladi. Mushu jamiyatimizda normal yashayotgan birisi bo'lsa, har qanday odam qatnasha oladi. Shunga ba'zi qarindoshlarimiz so'rabdi, "Hatice buningga tizimli shaqi qancha programmaga?" deb. Tizimli shaqi deb bir narsa yo'q qarindoshim. Hammasi bekorlik. Hiç kimden bir tiyin pul almaymiz. Şuna bu qarindoshlarimizniki aktivlik bilan o'zlarini ma'lum qilishni bu programmaga ham yaqindan qo'llab berishini umid qilaman. Oxirida keyingi qatimqi programmamizda qatnashadigan qarindoshimizning yana deyma 1 million olib ketishini umid qilaman. Ham ko'pchilikning qizg'inlik bilan bu programmaga o'zini ma'lum qilishini umid qilaman. Xayr, Allohga omonat. Bir uyg'ur ko'rinsa
jırak gözlerimden döner gahi bıraktı bir uygur gülümse jıraktı seviniştiğinizi taşar kırgaktı ben seni şu kadar sevindim vatan ben seni şu kadar sevindim vatan seviniştiğinizi taşar kırgaktın ben seni şu kadar sevindim vatan ben seni şu kadar sevindim vatan Yağmur her kaçan gelirsen en güzel düşlerde gözüm Kıyamlar her kaçan gezersen tamam en güzel düşlerde gözüm var Bağrında kümülmek en güzel armağan Ben seni şu kadar sevindim vatan Ben seni şu kadar sevindim vatan Bağrında kümülmek en güzel armağan Ben seni şu kadar sevindim vatan Ben seni şu kadar sevindim vatan Kuşlarga qaray men nimadur özlem Vatanim osminidan kimikindan Kuşlarga qaray men nimadur özlem Vatanim osminidan her taş her giya Ben seni şu kadar sevindim vatan Ben seni şu kadar sevindim vatan Dıllarga tutuya her taş her giya Ben seni şu kadar sevindim vatan Ben seni şu kadar sevindim vatan Ben seni şu kadar sevindim ana Ben seni şu kadar sevindim baba Ey rahmet